Judayam zo'r. Pastda sho'rvalarni qarang, voy. Bitayda ikkinchi finalida yangilik qo'shib boshlashibdi akalar. Yangilikning zo'ri. Xudo xolasa mana bugundan tovuq tandir boshlashibdi. Mana Surxondaryolik akamiz azaldan zarbuli tandir qilardi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Har kunida xizmatdamiz qo'ldan kelgancha. Donasi 65 ming so'mdan ekan. Xudo xolasa hozir ochadi tandirni. Qo'y go'shtidan tandirda ham xudo xolasa keyinchalik qo'shamiz deyishyapti. Bu mintay baliqlari, dengiz balig'i juda ham foydali. Qiltonog'i juda ham kam. Narxlari ham juda ham hamyonbop. Kilosi 65 ming so'mdan. Bemalol shu yerda oilaviy kelib yesangiz ham bo'ladi, dastlabki qilib chaqirtirsangiz ham bo'ladi. Ayniqsa bolalarga juda ham zo'rda bu. Qiltonog'ini terib bermaysiz, o'zlari bemalol iste'mol qilishaveradi. Joyimiz Zarudor yangi dehqon bozorining yonginasida. Yo'l katta yo'lning yuzida dastlabki xizmatlari bor. Xudo xolasa agar tovuq tandirlar kerak bo'lsa, to'y marosimlar uchun uyingizga o'zingiz iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz ham zakaz qilasiz. Bemalol dastlabki qilib olib borib berishadi. Bismillah, xolasa ochdik. Maşallah. Daha sonra bu birinci günlük kandırın tayyor. Bemalol kelaverasizlar. Dastlabki xizmatlar raqamlari qoldiramiz. Ko'rinishidan judayam zo'r. Pastda sho'rvalarni qarang, voy. Judayam chiroyli. Mana qarang. Bo'ldi, ketadi. Çok